Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Kengeşi İşxanası 20 may günü Kişilik Hukuk Ali Komissari Michel Bachelet'nin Uyghur Teşkilatları ve Halkara Kişilik Hukuk organları tarafından guman bilan qarılıvatqan Xitay ziyaretinin vaqti ve ziyaret qıladigan şehirlerini e'lon qildi. Kişilik Hukuk Ali Kengeşi İşxanasının bu vaqtdagi bayonotida aytilishicha, Michel Bachelet 23 maydan 28 maygacha Xitayning Guangzhou, shundaqla Sharqiy Turkistonning Urumchi, Qashqar qatorliq shaharlarida ziyoratda bo'ladi ekan. Amerika Prezidenti Joe Biden vazifaga o'tirgandan keyingi tunji Osiyo ziyoratida Yaponiya va Koreya bilan bo'lgan bexatarlik va iqtisodiy munosabatni kuchaytirishni maqsad qiladi. 2021 yil 1-oyda vazifaga o'tirgan Biden Yaponiyaning poytaxti Tokio va Koreyaning poytaxti Seulni o'z ichiga olgan 5 kunlik rasmiy ziyorati jarayonida Xitoyga qarshi erkin va ochiq Hind-Tinch okean tashabbusini ta'kidlaydi. Turkmeniston rasmiy televiziya kanali Altın Asır'ның xabarga qaraganda, Qozog'istonning muavin bosh ministri Roman Sekliyarning Turkmenistonga qilgan rasmiy ziyorati doirasida ikki davlat orasida tabiiy gaz setish to'g'risida kelishim imzolangan. Sekliyar Turkmeniston prezidenti Sardar bilan ko'rishgan bo'lib, ikki taraf ikki davlatning siyosiy, savdo, iqtisodiy, madaniyat va insonparvarlik masalalarini muzokara qilgan. Rossiya parlamentining Tuvan palatasi Duma 40 yoshdan oshgan Rossiya fuqarolari va 30 yoshdan yuqori chet elliklarning armiyaga tizimlashiga yo'l ochadigan qonun loyihasini muzokara qiladiganligini e'lon qildi. Shuning bilan bir vaqtda Rossiya Davlat mudofaa ministrligi G'arbiy harbiy rayonida Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotining tahdidga qarshi 12 yangi harbiy qism qurilganligini e'lon qildi. Bloomberg iqtisod kesining dokladida dunyodagi ikkinchi chong iqtisodiy gavda bo'lgan Xitoyning bu yil aran 2% eshishidan umid borligi o'tirib qo'yildi. Agar bu faraz amalga oshsa, bu Xitoy iqtisodining 1976 yildan buyongi eng ojiz eshishi bo'lib qoladi. Bloomberg iqtisod kesining xabariga qaraganda, Amerika iqtisodining eshish sur'ati bu yil 2.8% bo'ladi ekan. Bu mo'ljallarga qaraganda, Xitoyning eshish sur'ati raqibi Amerikadan orqada qoladi ekan. Dünya Bankasının sonliq ma'lumotlariga qaraganda, bu 1976 yildagi madaniyat inqilobidan buyon Amerika iqtisodining eshish sur'atining tunji qatam Xitoydan eshib ketishi bo'ladi ekan. Egilanishicha, bu yil birinchi faslda Turkiya bilan Qozog'iston orasidagi savdo miqdori 1.5 milliard dollarga yetgan. Qozog'iston Moliya ministrligi Davlat Kirim komitetining bayonotiga qaraganda, bu yil 1-oydan 3-oygacha bo'lgan oralikda Turkiya Qozog'iston bilan tashqi savdosi eng ko'p davlatlar ichida 3-o'rinda turgan. Finlandiyaning davlatlik tabiiy gaz sarqatquchisi shirkati Gazprom bugundan e'tiboran Rossiyadan Finlandiyaga tabiiy gaz bilan ta'minlashning to'xtatilganligini e'lon qildi. Egilanishicha, tabiiy gaz ehtiyojining hammasini degudek Rossiyadan import qilish orqali qondiradigan Finlandiya 2031 yilgacha Moskva bilan tabiiy gaz ta'minlash to'xtamini tuzgan.